Amerika Ovchilar assotsiatsiyasi. Biz juda afsusdamiz. Men bu yerga sizlar kechirim so'rashlaring uchun chaqirmadim. Bu qanday bo'lgani haqida gapiringlar. Selnerning kuzatuv hisobotiga ko'ra, ovchi Sung Jinwoo qirollardan biri sifatida aniqlandi. Nima? Selner xonim, demoqchisizki, Sung Jinwoo milliy darajadagi ovchi bilan taqqoslanadigan kuchga egami? Sizga bu haqda ozgina tushuncha berishim kerakka o'xshaydi. Uyg'onganlarning hammasi boshqa tomon bilan bog'liq kuchga ega bo'ladi. Men esa bu aloqa kanallarini ko'ra olaman. Ba'zida esa boshqa tomondan keladigan kuch juda katta bo'lgan. Uyg'onganlarni ham ko'rganman. Ularniki esa go'yo olmosdek porlab turardi. Men ana shunday odamlarni qirol deb atayman. Biroq men unda umuman bunday narsani ko'rmadim. Uning ko'zlariga qarashim bilanoq xuddi zulmat menga tikilib turgandek bo'ldi. Ha, u aniq zulmat edi. Demak, zulmat. Ya'ni aytmoqchisizki, Sung Jinwoo yovuz kimsami? Aniq bilmayman. Ovchi Sung Jinwoo kuchining tabiati, u yaxshi yoki yomonmi? Bunisi menga qorong'u. Men bu kuch qayerdan kelayotgani haqida gapiryapman. Ovchi Sung Jinwoo, u tashqi kuchlardan foydalanmayapti. U men aytgan kanallar orqali kuch olmaydi. Aksincha, kanallar bilan cheklanmagan holda o'z ichidagi kuch bilan harakat qiladi. Ya'ni bu shuni anglatadiki, uning kuchi cheksiz, shundaymi? Xonim, siz yaxshi ishladingiz. Janob, qayerga ketyapsiz? Zindonning 24-qavatiga. Men bilan yur. Agar biz Selner xonimning kuchidan foydalana olmasak, boshqa yo'lni topish yetarli bo'lmaydi. Eng birinchi darajali zindonni eslaysanmi? Albatta, AQShning g'arbiy qismini oyog'ini osmondan qilib qo'ygan dahshatli zindon portlashi. Axir buni unutib bo'larmikin? Amerika tomonidan katta pul uchun chaqirilgan eng kuchli ovchilardan faqat 5tasi tirik qolgandi. Va Qo'shma Shtatlar ushbu 5tasiga ma'lum hukumat darajasidagi imtiyozlarni bergandi. Va shundan keyin milliy darajadagi ovchi darajasi tushunchasi kelib chiqdi. Olovi hech qachon o'chmaydigan ajdarho Kamish. U yolg'iz o'zi o'nlab ovchilarni yo'q qilgandi. Agar o'sha maxluq bizga kichkina sovg'a qoldirgan desam, ishonasanmi? Nahotki? Ha, topding. Qara. Kamishning tanasidan qolgan runa toshi. Uning o'ldirilganiga ham roppa-rosa 8 yil bo'ldi. O'sha 5tasi orasida sehrgarlar yo'q edi. Tosh esa shu vaqtgacha sovuq yerto'lada o'z egasini kutgan. Kamish bu go'zal yurtga yana bir bor qimmatbaho sovg'a qilishga tayyor turibdi. To'g'ri, men o'sdim va ozgina yaxshilandim, lekin hammasi shumikin? Bunaqasi ko'chadagi har ikkitasida bor. Buning hammasi qayta uyg'onganim tufaylimikin? Butun tanani tiklash, ushbu ta'sir tufayli barcha kamchiliklarim yo'qoldi. Singlim, men haqimda nima deb o'ylaysan? Ya'ni masalan, erkak jozibasi va shunga o'xshagan. Nima? Sen birdan qandaydir narsaga egaman deb o'ylab qoldingmi? Agar to'g'risini aytsam, oilamizdagi eng parazitsiz. Oh, ajoyib baholash uchun rahmat. Hoy, oyog'ingni sindirib olasan. Nima, meni kimligimni unutib qo'ydingmi? O'zi bu qovoqda nimadir bormi?
Nima? Umuman olganda, men maktabda baho bo'yicha birinchi turaman. Bular shunchaki amaliy testlar. Aytmoqchimanki, men o'z gildiyamni ochish haqida o'ylayapman. Oho, endi boshliqning gaplariga quloq solishim kerak bo'lgan ekanda. Agar hamma narsa silliq kechsa. Xo'sh, Solo nomiga nima deysan? Nima? Hazillashyapsizmi? Boshqa nom qurib qolibdimi? Nima, g'alati eshitildimi? Axir sizni kuchingiz jangchilaringizni chaqirishda-ku. Ya'ni siz texnik tomondan yolg'iz ishlamaysiz. Ha, bir tomondan to'g'ri. Unda qanday maslahat berasan? Jin gildiyasiga nima deysan? Men. Jin esa darajamni ko'taraman degani. Jin? Ha, garchi bu meni ismimni teskarisi bo'lsa ham. Xo'sh, ajoyib eshitilmaydimi? Yomon eshitilmayapti. Menimcha shunday. Chin ursin. Nega bunday dedim o'zi? Axir bu ochiqdan ochiq iqror bo'lish-ku. Bunday holda gildiyaga qo'shilish o'rniga yaxshiroq yo'l bor emasmidi? Xudoyim, u meni qandaydir ahmoq deb o'ylayotgandir. Lekin u meni asrab qoldi. Albatta unga qiziqaman-da. Yoki yo'qmi? Bo'ldi, mavzu yopildi. Yo'q, yopilmadi. Hammasi yaxshi emas. Garchi men ovchi Min Byung-guning davolash sehri orqali tirik qolgan bo'lsam-da, baribir ham yetkazing. Unga yetkazing. Unga ehtiyot bo'lish kerakligi haqida yetkazing. Ovchi Sun Jinvuga boshqarayotgan kuchi bilan ehtiyot bo'lish kerakligini yetkazing. To'xtachi? O'sha payti men ovchi Min Byung-guni ko'rgandim. Yigitlar, kecha yana bir zindon ochilibdi. Biroq bu safar ruxsat olishda ba'zi qiyinchiliklar bo'larmish. Assotsiatsiya ma'lumotlariga ko'ra, zindon darajasi o'rta darajadan yuqori ekan. Ya'ni S darajasimi? Yo'q, menimcha unga A darajasi berilgan. Jin ursin, favqulodda vaziyat yuzaga kelganda biz aniq u yerdan tirik chiqmaymiz. Agar bu zindon rostdan ham S darajali bo'lib chiqsa, rad qilish mumkin. Ammo agar unday bo'lmasa, unda bu muammodan qutulishning iloji yo'q. Axir bizning gildiyamiz mamlakatdagi eng yiriklaridan biri. Shuning uchun agar jamoatchilik A darajali zindonni tozalashga qodir emasligimizni bilib qolsa, yomon bo'ladi. Buni hammasi aniq-ku, chunki A, B, C, D va E odamlar uchun bir xil hammasi. Agar biz zindondan voz kechsak, hamma muxlislarimiz bizdan boshqa mashhurroq gildiyalar tomonga o'tib ketadi. Nima? Burnimiz tagida turgan zindonni qandaydir oyimchalarga qoldirib ketamizmi? Men ham shuni aytaman-da. Bizda ham juda yaxshi yigitlar bor, lekin gildiyalarga qaraganda ular haqida kam odam biladi. Va buni sababi esa biz hali ham S darajali ovchini yollamaganmiz. Men bu narsa bunchalik katta rol o'ynaydi deb o'ylamagandim. Unda keling, ittifoq tuzamiz. Xo'sh, bu yomon fikr emas. Men buni yolg'iz hal qila olaman deb o'ylamayman. Va boshqa gildiyalar ham hozir shunday qilishyapti. Ammo bitta savol, ular rozi bo'larmikin? Ehtimol bu borada ba'zi qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Lekin bir kishini qo'shilishga taklif qilsam, nima deysizlar? Chon Erim, A darajali davolovchi. Biz axir A darajali zindonga boramiz. Bundan nima ma'no?
Xo'sh, siz taxmin qildingizmi? Ha, sen bu bilan ovchi Sung Jinwuni nazarda tutdingmi? Ha, biz boshqa gildiyalar bilan birlashishdan hech narsa olmaymiz. Biz faqat obro'yimizni yo'qotamiz xolos, lekin u bilan Olobonning barcha e'tibori faqat bizga qaratiladi. Qolaversa uning himoyasi ostida jamoamiz sog'-salomat qaytishiga ishonaman. Hozir kimdir ovchi Sung Jinwuni qayerda, nima bilan bandligini biladimi? Yo'q, lekin yaqinda u katta yo'lda katta zindonni tozalaganini eshitgandim. Uni aloqa manzilini topishga harakat qilib ko'raman. Yo'q, bunday qilishing shart emas. Seningcha bunday narsalar telefon orqali hal qilinadigan narsalarmi? Kelinglar, yuqori qavatga ko'tarilamiz. Ajin nomiga nima deysan? Yomon eshitilmayapti, Syonim. Kel, shu nomda qolamiz. Har holda Solo nomidan yaxshi. Unda hammasi hal. Xo'sh, ro'yxat bilan nima qilamiz? Yana bitta a'zo topishimiz kerak. Nima? Chahinchi, u bilan o'xshamadimi? Ha, u bizga mos kelmaydi. Yosh qiz, go'zal, shuningdek katta natijalarni ko'rsatgan darajali ovchi. U rostdan ham undan yaxshisini topa olaman deb o'ylayaptimi? Hoy, Syonim, bilsam bo'ladimi? O'zi kimni izlayapsan? O'ylab ko'raychi, uni ovchilik guvohnomasi bo'lishi kerak va u gildiya masalalari bilan aralashmasligi kerak. Lekin biz unga so'zsiz ishonishimiz kerak. To'xtab turchi. Menda bitta ishonchli odam borga o'xshaydi. Kim u? Nahotki bu yana Chaheyin bo'lsa? Xayrli kun. Men Ritsarlar gildiyasi boshlig'i Park Jonsuman. Hoy, tasvirga olyapsanmi? Qanaqasiga? Nega darvoza buncha katta? To'g'ri, darvozaning kattaligi doim ham bir xil bo'lmagan. Ammo bu yerda hamma narsa boshqacha. Ular bir-biriga to'g'ri kelyapti. Demak, zindon darajalimi? Bu hozircha noma'lum. Biroq bu Pusanda paydo bo'lgan eng katta zindon sanaladi. Pusan, balki Juhi bilan uchrashib, qayerdadir xivay yeb olarmiz. Siz ham allaqachon assotsiatsiya bizga zindonni tozalashga ruxsat berishdan qat'iy rad etishni allaqachon tushungan bo'lsangiz kerak. Axir bizni jamoamizda darajali ovchi yo'q. Shuning uchun biz sizning yordamingiz bilan ruxsat olib ushbu reydni yakunlashga qaror qildik. Balki avtografni so'rash kerakmidi? Va albatta sizga yaxshigina mukofot tegadi. Odatda bunaqa reydlarda katta gildiyalar darajali ovchilarga foydadan 10% qismini berishadi. Lekin biz sizga 20% beramiz. 50 ga 50. Nima, kechirasiz? Men sizga qo'shilishga roziman. Faqat siz meni to'laqonli gildiya sifatida qabul qilsangiz. Biz hozirgina uni Ajin nomi ostida ro'yxatdan o'tkazgandik. Unda 40 ga 60 bo'ladimi? Men siz bilan savdolashmoqchi emasman. Voy jinursin, u unchalik ahmoq emas ekan. Xo'sh, mayli, unday bo'lsa o'zingizga zindon bo'lsini ola olasizmi? Mayli. Bu darvoza birinchi marta topilganiga bir muncha vaqt o'tdi. Shuning uchun biz reydni ertaga boshlashimiz kerak. Biz sizni Pusangacha olib borishimiz mumkin. Nega biz bilan bormaysiz? Bugun kechqurun rejalarim bor. Shuning uchun ertaga siz bilan bog'lanaman. Men kechikmaslikka va'da beraman. Ishonchim komilki, hozir uning soyasi qimirladi. Yo'ntaxi, masmisan? Bu kimning raqami? Bir zumga ketaman. Menga qo'ng'iroq qilishyapti. Mayli. Salom. Jinvu? Oyi, telefon oldingizmi?
Men darhol senga qo'ng'iroq qildim, chunki ovozingni eshitmoqchi edim. Men band bo'lgan vaqtingda qo'ng'iroq qildimmi? Unday emas. Bu shunchaki onam. Ha, men yana kim bo'lishini kutgandim. Kechqurun tushlik qilaylik, onam. Oradan biroz vaqt o'tdi. Xo'p, men buni yaxshi ko'raman. Ertasi kuni Gvangalli plyajida, Busan. Men uni kecha biz bilan kelishiga majburlagan bo'lardim. U kechikmaydi deb umid qilaman. Jan ursin, biz 5 daqiqada borishimiz kerak. Ob-havo yaxshi emas. Umid qilamanki, Jina o'zi bilan soyabon oldi. O'ylaymanki, men u yerga borishim kerak. Soya almashinuvi. Bizdan asosan bepul ishchi sifatida foydalanishyapti. Men bilaman, to'g'rimi? Nega san'at o'qituvchisi barcha ishlarni bizning ustimizga yuklab qo'ydi? Yana qancha gips olib kelishimiz kerak? Biz 6 ta guruhga bo'lindik. Shuning uchun har birimiz uchun bittadan. Har birimiz bittadan olib yursak ham baribir 2 marta borib kelishimiz kerak. Unda bir vaqtning o'zida 4 tasini olib yursakchi? Chang, qiziq. Bu joy oxirgi marta qachon tozalangan? Bu xonadan semestr davomida foydalanilmagan bo'lsa kerak. Axir bu darvoza. Tinchlaning, bolalar. Bu darvoza yopiq. Shuning uchun u butunlay xavfsiz. Bu yerdan faqat ovchilar o'ta oladi va ichkaridan hech narsa chiqmaydi. Qolaversa, bu darvoza ochilishiga bir haftacha vaqt ketadi. Lekin bu xona semestr davomida qarovsiz qolganini aytmaganmiding? Biz uni endigina topganimiz shuni anglatadiki. Jonsuk! O'rtoq ber! O'sha dunyoda g'ayritabiiy mahoratga ega yirtqichlar bor edi. Ularda aql yo'q edi. Biroq ularning ajoyib ovchilik qobiliyati ularga insonning o'zidan o'zib ketishiga imkon berdi. Qonning achchiq hidi va inson go'shtining tanasi ularni hayajonga solardi. Biroq ular bu yerga razvedkachi sifatida kelganliklari sababli ular o'zlarining haqiqiy tabiatini bostirishlari kerak edi, chunki topshirilgan vazifa hamma narsadan muhim edi. Shunday qilib, bir necha hafta davomida soyada yashiringan ovchilar o'lja izlashlari shart emas edi. Ularga 6-sezgining o'zi bu haqda sezgi bergandi. O'yinga to'la joy ekan. Ular bizni ustimizda. Tuzilishga ko'ra, bu bino biroz qal'ani eslatar ekan. Men ovni boshlayman. Sen esa birodarlarimizni chaqir. Barcha odamlarni bir yo'qlik qilib, bu qal'ani qamalga olganimizdan so'ng haqiqiy ovni boshlaymiz. Lekin avval birinchi navbatda men yo'lni tozalayman. Mana, sen so'raganingni sotib oldim. Okey, katta rahmat. Bu nima bo'ldi? Yaqindan videodagidan ham kattaroq ko'rinar ekan. Demak, chapda yig'uvchilar, o'ngda esa konchilar. Hujumchilar orasida 13 ta A darajali va 20 ta B darajali ovchilar bor. Shunchalik ko'p A darajali ovchilar bormi? Lekin bu ajablanarli emas.
Chunki bu gildiya eng ko'p A darajali ovchilarga ega. Kechirasiz. Janob ovchi, siz Jejudagi reydda juda ajoyib edingiz. Soya jangchilarni qanday chaqirdingiz? Bu chaqirish sehrmidi? Bugungi reyd haqida nima deysiz? Unga siz boshchilik qilyapsizmi? Hoy, shoshqonlar. Nima, ko'rmayapsizlarmi? Keraksiz savollaringiz bilan ovchi sunga noqulaylik tug'diryapsizlar. O'zimni tanishtirishga ruxsat eting. Men Chon Erim, Ritsarlar gildiyasining elita hujumchi guruhidagi davolovchilar boshlig'iman. Qolganlarni bilmadim, lekin menimcha biz ikki mas'uliyatli inson sifatida bir-birimizga mos ravishda harakat qilishimiz kerak. Shunday deb o'ylamaysizmi? Demak, ularga hali aytmabsiz-da. Ha, menimcha hozir shuni payti. Hozirgi reydga men Pak Jonsu boshchilik qilaman. Nima, yana sizmi? Lekin bizda ovchi Sun Jinwu bor-ku. Hoy, bu uyat emasmi? Ovchi Sun Jinwu bizni orqa tomondan to'sib turadi va xavfsizligimizni ta'minlaydi. Haqiqatan ham biz kimningdir himoyasiga muhtojmiz deb o'ylaysizmi? Sun Jinwu, siz nima deb o'ylaysiz? Sizningcha bizni gildiyamiz rostdan ham faqat kuchsizlardan tashkil topganmi? Sonnun, sizlar nima deysizlar? Oy! Nima deganing? Hozirgi kungi yoshlar juda yovvoyi bo'lib ketishgan. Gapimga qo'shilasizmi? Balki muammoning barcha ildizi tarbiyadadir yoki shunga o'xshash. Qo'shilaman. Ular o'zlariga juda ishonib yuborishadi. Xo'sh, harakatga tushadigan vaqt bo'ldi. Reyd boshlandi. Eshitaman, siz ovchilar assotsiatsiyasining favqulodda vaziyatlarda xizmat ko'rsatish markaziga telefon qildingiz. Bu markaz shundaymi? Ha, to'g'ri, gapiravering. Hozir bizni maktabda bu yerda maxluqlar yuribdi. Nima? U yerda ham zindon ochildimi? Hozir siz qayerdasiz? Men hojatxonada bekilib o'tiribman. Yonimda yana bittasi bor edi, lekin u yerda qancha maxluqlar bor edi? Ular sizga yaqinmi? Bilmayman. Hech nimani bilmayman. Faqat hamma qichqirayotganini eshityapman. Nahotki shunday o'lib ketsam? Tinchlaning, meni diqqat bilan eshiting. Ovchilar deyarli yo'lda. Ular sizni albatta qutqarishadi. Shunday ekan, o'zingizni qo'lga oling va e'tiborni chetdan qoldirmang. Tushundingizmi? Rostdanmi? Unda men tirik qolamanmi? Siz u qanday maxluq ekanligini bilmaysizmi? Ha, bilaman. Men ularni televizorda ko'rgandim. Nomini unutib qo'ydim. Qanday edi-ya? Ular qanday maxluq ekanligini tasvirlab bering. Ular qanday ko'rinardi? Tanasi xuddi odamnikidek. Yuzi esa juda qo'rqinchli. To'g'ri. Ularning terisi yashil edi. Nahotki ork. Ular orkmidi? Ha, menimcha ularni shunday deb atashardi. Yo'q. Hoziroq u yerdan qoching. Ular qon hidini sezishadi. Meni qutqaringlar. Iltimos, meni qutqaringlar. Shoshma. Meni dugonam hali maktabda. Ovchilarni o'zi hal qilishadi. Tezroq qoch. Jon ursin, yarimi qochib ketdi. Ularga tupur. Hali yana ko'plab odamlar bor. Lekin endi ular hech qayerga qochib keta olmaydilar. Keyingi qavatga ketdik. Ularni o'ldiramiz.
Yo Xudoyim! This is what you came for. Blood on the game bow. Everybody drop it like rainfall. This is your Komandir, men sehrli qobiliyatga ega odamni his qilyapman. Tezroq uni birinchi bo'lib yo'q qil. Aka, aka. Bu hit aynan shu qizdan keldi. Men uni o'ldiraman. Akam, bu akammi? Zindonga kirdingiz. Bular orklar! Ikki boshli orklar yaqinlashyapti. Yo'ldahi! Tushundim. Men kiraman. Bolalar, menga ishoninglar. Kelinglar, bu yerda bir daqiqa qayta to'planaylik. İşler yaxshi emas. Men bu reyd oson bo'lmasligini bilardim, lekin men ikki boshli ork bilan jang qilishni kutmagandim. Ikki boshli orklar boshqa nom bilan tanilgan. Bu nima ekanligini bilasizmi? Qabr qo'riqchilari. To'g'ri, ular zindon boshliqlari sifatida boshqarilishlari mumkin. Ammo mening tajribamga ko'ra, agar siz ularni zindonning kirish qismida uchratsangiz, siz o'liklar armiyasiga duch kelasiz. Jani ursin! Boss, nima qilamiz? Ular shu yerda. Ularga hujum qilaylikmi? Ularda nimadir noto'g'ri? Nega ular orqaga chekinishyapti? Ular odatda kimnidir ko'rishlari bilanoq hujum qilishardi. Tushuntirib o'taman, Sung Jinwoni ko'rgan o'liklar armiyasi orqaga chekinyapti. Ular nimadirdan qo'rqayotganga o'xshaydi. Sizga shunday tuyulmayaptimi? Ular menga bu A darajali zindon ekanligini aytishdi. Shuning uchun men katta umidlar bilan kelgandim. To'xtachi, men nimanidir his qilyapman. Bunday bo'lishi mumkinmi? Shoshilinch ish paydo bo'ldi. Men darhol ketishim kerak. Nima? Siz nima haqida gapiryapsiz? Siz biz xavf ostida qolishimiz mumkin. Bu haqda bilasizmi? Bilaman. Shuning uchun men sizlarga do'stimni yordamga chaqiraman. Unga siz ham ishonishingiz mumkin. Keyin u hamma narsani o'zi hal qiladi. Janob Sung, bu rostdan ham Jeju orolidagi chumoli emasmi? Xo'sh, menimcha tanishtirishga hojat yo'q. Bundan buyon u mening o'rnimni egallaydi. Odamlarni himoya qil. Boshqa mavjudotlar bilan nima qilishim kerak? O'zing xohlagan narsani qil. Hey, biz u bilan reydga boramizmi? Ahmoq, biz o'zimiz ham yetib qo'ysak bo'lardi-ku. Bu yerdagi askarlar senga yordam beradi. 20 tasi yetarli bo'lishi kerak, to'g'rimi? Hoy, to'xtang! Siz shunchaki ketmoqchimisiz?
yirtqich hayvonlarni ozod qilgandan keyin agar xohlasangiz men ularni qaytarib olishim mumkin, ammo bu hech narsadan ko'ra yaxshiroq. Yana qancha kutishim kerak? Soya almashinuvi qolgan vaqt 1 soat 42 daqiqa. Janursan, nega endi har doim men? Janob so'ng. U haqiqatdan ham ketdi. Nima qilamiz endi? Bo'sh. Tur, ozgina o'ylab olay. Men jinaga tayinlagan askarlarimdan signallar kelyapti. Nimagadir yomon narsani his qilyapman. Yo'qollaring! Meni yo'limdan! Nima bo'lyapti? Men o'lmaganlarga buyruq berish qobiliyatiga ega bo'laman. Yuqori darajadagi nekromanser bo'lganim uchun ularga mening oldimda tiz cho'kishadimi? Kayzel! Wow! U yerdan kimdir chiqdimi? Bu Sung Jinwoo. Meni singlimga olib bor. Iloji boricha tezroq. O'sha hayvonlar bizni qutqaryaptimi? Ular bizni himoya qilishyaptimi? Bu Jinwoo! Jinwoo! Yakuniy hujum qaytarildi. Men Grokturman, Qizil pichoq gildiyasining boshlig'i va endi meni hech narsa to'xtata olmaydi. Groktur, bir guruh ork jangchilari odamlarga yordam bermoqda. Bizning qabilamizning buyuk ork jangchilari 3 ta yuqori orkni yenga olmaydimi? Qanday achinarli! Yo'l ko'rsat. Ularni so'yish vaqti keldi. Men chiqmoqchiman. Agar ular bizga dushman bo'lsalar. Do'st, bu yerda shunchaki qarab turib bo'lmaydi. Agar shunday qilsak, tashqarida kutib turgan muxbirlarni bayram kuni bo'ladi. To'g'ri. Bir necha chaqirilgan hayvonlardan qo'rqib, reydni to'xtata olmaymiz. Kel, buni qilamiz. Vau, u meni qo'rqitdi. Qani bo'l. Boraylikmi? Nima? Tuzukmisiz, boss? Boss, rostdan ham bu yigitlar bilan hammasi yaxshimi? Men yaxshiman. Birinchidan bunga qarang. Bu o'lim ritsarning boshi emasmi? U bir necha soniya ichida eng yuqori darajadagi hayvonlardan birini o'ldirdi. U shunchalik kuchli ekanligiga ishonmayman.
Eng yuqori darajadagi hayvonlar qimmatbaho toshlarni tashlaydilar. Bular qanchalik qimmatga tushishini hammangiz bilasiz, to'g'rimi? Kimdir hali ham orqaga qaytishni xohlaydimi? Nima qilyapsiz, boss? Shoshiling, orqada qolyapsiz. Chop, boss. Groktar! O'q tatuirovkalari jangdagi g'alabani anglatadi. Ular jangchi qancha odam o'ldirganligini isbotlaydi. Hammangiz bir necha kishining hayotini olgansiz. Sizlarning qo'lingizdan kelgani shumi? Qani, yuqori orklar, bu jangni men uchun biroz qiziqarliroq qiling. Sen meni qilichimni to'sishga muvaffaq bo'ldingmi? Yomon emas. Lekin yetarlicha emas. Ular sehr ostidami? Ularni necha marta bo'laklab tashlamasin, foydasi yo'q. Agar kerak bo'lsa, men ularni yuzlab marta osongina o'ldirishim mumkin. Lekin o'ldir! Odamlarni o'ldir! Vaqt o'tishi bilan u faqat yomonlashmoqda. Men buni hozir tugatishim kerak. Agar ular sehr tomonidan boshqarilsa, keyin men qilishim kerak bo'lgan narsa bu sehrgardan qutulish. Bu sen, bu qiz. O'sha qizni tutinglar. Yuqori orklar qayta tiklanayotganda kuchsizdir. Hujum qilishda davom eting. Ularning harakatlarini cheklang. Jina, ehtiyot bo'l. Shunday qilib, hamma vaqt sen bo'lgansan. Men sening sehrli kuching borligini aniq his qila olaman. O'l. Sen yaxshimisan, Jina? Nimadir bu tomonga qarab kelyapti. Juda qo'rqinchli narsa. Hamma qochamiz. Sen qutqarilding. Men Groktorman. Qizil pichoqning boshlig'iman. Sen o'chir ovozingni va shu yerda kut. Sen qutqarilding. Jinvu. Uzr, kechikdim. Hamma yaxshimi? Ha. Sen yaxshimisan, Songi? Ha, yaxshi. Unda nimagadir qo'rqinchli tuyulyapti. Nega g'amxo'rlik qil? Qolganlarga kelsin, avval talabalarni olib, pastga tushing. Men senga qimirlama dedim. Tushunishimcha, demak o'sha o'lmas yuqori orklar
Yuqori orklar sizning askarlaringiz edi. Siz kimsiz va siz bizning tilimizni qayerdan bilasiz? Uning javob berish niyati yo'qqa o'xshaydi. Demak, hujumga! Mahorat komandirining ko'zini salomlashtirildi. Nima? Mahorat komandirining ko'zini faollashtirildi. Nimaga? Bu barcha odamlarni o'ldiryapsizlar. Ovoz, boshimdagi tinchlik bermaydigan ovoz. Odamlarni o'ldir. Menchi, o'sha ovoz meni o'ldirishni aytmaydimi? Iltimos, meni kechiring. Savolga javob ber. Menga qaraganingda ovozni eshitasanmi? Meni kechiring. Tushunarli. Demak, men ham sen uchun odam hisoblanmayman, a? Mayli, bu muhim emas. Men seni kechiraman. Lekin meni noto'g'ri tushunma. Bu seni osonlik bilan qo'yib yuboraman degani emas. Bu yigitlar qanchalik qadrli ekanini bilmaysanmi? Vampirlar ayniqsa boylikka arziydi. Au! Rahmat. Davolovchi sehr? Qanday qilib chaqirilgan hayvon mendan yaxshi davolashi mumkin? Muqaddas xaroba, zindon bo'lsa, qadimgi lichmi? Va undan ortiq o'lim ritsarlari ham bor. Ko'plab taniqli zindon bo'slari bor. Ammo qadimgi lich Oltin ajdaho gildiyasining yo'q qilinishi voqeasidan keyin tanildi. Qadimgi lich Xitoyning yirik gildiyalaridan birini yo'q qildi va u zindonning tuzilishiga sabab bo'ldi. Luzi Chang tufayli halokat oqibatlarining oldi olindi. Ammo har bir kishi A darajadagi ovchilardan iborat bo'lgan zarba berish otryadi. Bu nisbatdagi bossga teng kelmaslikka ishonchim komil. Nima qilishimiz kerak, boss? Ortimizda ko'proq kelishyapti. Jin ursin, chumolilar yemagan o'liklattirildimi? Eshiklarni yoping. Asir! Muqaddas qalqon! Imkoniyatlarimiz tugayapti. Balki biz Sunjinvusiz borib xato qilgandirmiz. Boss, bunday tezlikda qalqon faqat 5 daqiqa dosh bera oladi. Qattiq yig'laganingiz uchun
Ablaqlar, sizlar soya armiyasi. Nega qirolning shaxsiy armiyasi bizga hujum qilish uchun bu yerda? Bizni qirol tanladi, seni esa yo'q. Imkonsiz. O'zim qirol bilan gaplashaman. O'lim arafasidagi odam uchun aytadigan gaplaring juda ko'p. Yo'q! U bitta zarba bilan Arxlichni va uni o'lmas armiyasini yo'q qildimi? Bo'lishi mumkin emas. Uning kuchliligini bilardim, lekin bunchaligini hayolimga ham keltirmagandim. Bunaqa kuchli soyalar bilan hatto ovchi Son Jinwu deyarli hech narsa qilish ham shart emas. Uni qo'shinini o'zlari bemalol xohlagan zindonni tozalashlari mumkin. Agar o'ylab qarasak, u jangchilarni chaqirish uchun hamma ma'nosini ishlatmaydi. Aksincha, faqat yarmini ishlatadi. Va bu jangga asoslanib qarasak, ko'plab gildiyalar unga mos kelmasligini taxmin qilish qiyin emas. Sionim, kel, asli rejamizni unutib, ovchi Sonni gildiyasiga qo'shilamiz. Ichimdagini topding. Bunaqa narsani ittifoq bitimi deyshadi. Eng yaxshi ovchi tomonidan tashkil etilgan yangi gildiya va mamlakatimizdagi eng kuchli 5 ta gildiyadan biri bo'lgan Ritsarlar gildiyasi ittifoq qilishmoqda. Ajoyib eshitiladi, shunday emasmi? Men hazillashgandim. Seningcha haqiqatdan ham biz buni qila olamizmi? Ovchi Sunning bugungi munosabatiga qarab, biz unga umuman kerak emasligimiz ko'rinib turgani tushunish qiyin emas. Seningcha u darajali ovchi bo'lgani uchun unga qonun hech narsa demoqchimisan? Tushunmadim. U albatta o'z askarlari yordamida butun zindonlarni tozalashi mumkindir. Ammo qoidalar hamma uchun bir xil. Reydni boshlash uchun bir necha kishidan iborat bo'lgan jamoa kerak. Hamma, shu jumladan ovchi Sun ham bunga rioya qilishga majbur. Nahotki sen bunday oddiy narsalarni bilmasang? Oh, to'g'ri tushundim. Biz unga odamlarni berishimiz va uning evaziga bizni kuch bilan ta'minlash mumkin, shundaymi? Ana endi o'zingga kelding. Lekin agar biz rostdan ham buni qilsak, boshqalar nima deb o'ylarkan? O'rinli savol. Qo'llab-quvvatlash. Shunchaki biz uni qo'llab-quvvatlashimizni, xohlashimizni aytamiz. Bo'lishi mumkin emas. Uni o'z ko'zim bilan ko'rmoqchiman. O'g'lim ham o'sha yerda edi. Meni o'tkazib yuboringlar. Yana tirik qolganlar bormi? Yo'q. Hodisa boshida maktabdan qochishga muvaffaq bo'lgan 213 nafar o'quvchi hozirda xavfsizlikda. 10 nafar talaba xavfsiz tarzda qutqarib olindi. Qolganlar esa afsus, agar biz oldinroq e'tibor qaratganimizda ehtimol buning oldini olishimiz mumkin edi. So'nggi 6 oy ichida Seulda yangi zindonlar paydo bo'lishi ko'payishi kuzatildi. Quyida butun dunyo bo'ylab statik ma'lumotlar keltirilgan. Va ko'rib turganingdek, yangi zindonlar soni keskin o'sib bormoqda. Lekin eng g'alati narsa bu emas. O'zlarining uyg'ongan qobiliyatlarini, darajasini bilishni xohlaydiganlar ham tobora ko'payib bormoqda. Shu bilan birga kuchli mahluqlarga qarshi tura oladigan ovchilar soni ortib bormoqda. Go'yo qandaydir tizim hamma narsani bir-biri bilan muvozanatlashtirishga urinayotganga o'xshaydi.
Ha, aftidan bizning dunyomizda nimadir o'zgara boshlagan ko'rinadi. Aytmoqchisizki, Yaponiya, Amerika, Xitoy, Rossiya, Fransiya, Angliya, Germaniya va hatto uzoq Markaziy Osiyo. Mana bu ovchi Sun Jinwu, ya'ni siz bilan rasman aloqaga kirishmoqchi bo'lgan mamlakatlarning ro'yxati. Ishonchim komil. Ular orasida buni norasmiy ravishda amalga oshirganlar ham bor. To'g'risini aytganda, assotsiatsiya ularni to'xtatishga haqqi yo'q. Ammo sizning iltimosingizga ko'ragina biz faqat siz haqingizdagi ma'lumotlarni himoya qilib turibmiz. Albatta, men hamma narsa sizning qaroringizga bog'liqligini juda yaxshi tushunaman, lekin agar siz mamlakatni tark etmoqchi bo'lsangiz, hozirgi vaziyatga moslashishimiz qiyin bo'ladi deb o'ylayman. Xo'sh, mayli, manzilga ham keldik. Singlingiz mana shu shifoxonaga joylashtirildi. Janob Sun, sizga kerakligicha yordam berishga harakat qilamiz. Shunday ekan, Janubiy Koreyada qola olasizmi? Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, siz bilan birga mamlakatimizda 10 test darajali ovchi ro'yxatdan o'tgan. Uchalasini allaqachon yo'qotib bo'ldik. Ikkitasi Mahbubni qo'lida jon berdi. Bittasi esa Amerikaga ketdi. Biz endi chetda qarab tura olmaymiz. Shuning uchun bizga hech bo'lmaganda bu safar sizning taqdiringizda o'z rolimizni o'ynashga imkon bering. Shunday ekan, janob Sun, siz nimani xohlaysiz? Bunday bo'lsa, yuqori darajadagi zindonga yolg'iz kirishimga ruxsat bera olasizmi? Guruhdagi odamlarning minimal songa nisbatan cheklovni olib tashlashimni xohlayapsizmi? Ha. Ammo bu cheklov hech bo'lmaganda ovchilarni himoya qilish uchun qabul qilingan. Chunki reyd paytida ularning har bir o'zi hayotidan ayrilishi xavfi juda katta. Lekin siz baribirga ham men uni olib tashlashimni xohlaysizmi? To'xtangchi, nahotki gildiyangizni yaratish sababi shu bo'lsa? Aynan. Xo'sh, mening iltimosimni bajara olasizmi? Bir odamdan iborat armiya. Albatta bu qiyin, lekin imkonsiz emas. Buni o'zimga qoldiring. So'xyon, sen bugun yaxshi ishlading. Rahmat, rejissor. Siz ham yaxshi ishladingiz. Alo, Nuna, bizni gildiyamizga qo'shilishni istamaysanmi? Otamni gildiyasining PR bo'limida o'tirishni o'rniga bizga qo'shilib erkinlikdan bahramand bo'lishni xohlamaysanmi? Gildiya? Nega birdan bu haqda gapirib qolding? Aytmoqchi, Janubiy Koreyaga qaytayotgani haqida xabaring bormi? Albatta. Nega men bu haqda bilmasligim kerak? U axir mening singlim. Ammo hozir to'laqonli gildiya yaratish uchun yana bitta odam yetishmayotganligini men ko'proq tashvishga solyapti. Nima? Endi meni hali ro'yxatdan o'tmagan gildiyaga jalb qilmoqchimisan? Agar sen aytayotgan g'alati yigit kimligini bilganingda aniq hayron qolgan bo'larding. Xo'sh, kim ekan u? Demak, sen aytgan o'sha odam shumi? Tanish, bu Yusufyon, meni amakivachcham. Wow, bu rostdan ham Sun Jinwumi? Emas, ajablanarli. Axir o'zing ham mashhur odamlardan emasmisan? Shu qiz A darajali ovchimi? Men Sunning matbuot anjumanida to'satdan paydo bo'lgan va uni g'oyib bo'lgan ovchi Sun Jinwu bilan uchrashib turganimga ishona olmayman. Menimcha, buni hech qanaqa hayron bo'ladigan joyi yo'q. Jinwu D darajali ovchi, qasi esa A darajali. Aftidan uyg'ongan qobiliyatlar qandaydir tarzda genetik darajaga ham aloqasi borga o'xshaydi.
Bunday holatlar aka-ukalar orasida bo'ladiganga o'xshaydi shekilli. Bundan tashqari meni otam ham ovchi bo'lgan. Umid qilamanki, Jinho sizga hamma narsani tushuntirgan bo'lsa kerak. Ha, shunday. U menga gildiya yaratish uchun yana bitta a'zo kerakligini aytdi. Demak, siz bunga qarshi emassiz. Agar siz bizga qo'shilsangiz, siz jamoatchilikni ortiqcha e'tiboridan qochib qutula olmaysiz. Ha, shunisi yaxshi. Qaytanga Yujinsonning gapiga quloq solgandan shunisi yaxshiroq. Yujinson? Bu meni akam. Ha, o'sha yomon xarakterli odammi? Ha, demak uni qandayligini allaqachon tushunib olgansiz. Haligi kechirasiz. Akkauntimga yangi post joylash uchun siz bilan rasmga tushsam bo'ladimi? Nima? Nima siz soya jangchilarini jangovar guruh a'zolariga aylantirmoqchimisiz? Siz o'zi nima deyotganingizni tushunyapsizmi? Hali Sonjinvo gildiyasini yaratgani ham yo'q. Lekin allaqachon shunday ishni qilishni boshladimi? Agar bu imtiyoz bo'lmasa unda nima? Har doim halollik va halollik timsoli bo'lgan assotsiatsiya ovchi Sonjinvo uchun buni qilishiga tayyor ekanligiga ishongim kelmayapti. Nimaga jimsiz? Gapiring. Ha, siz haqsiz. Bu imtiyoz. Va shu fursatdan foydalanib sizga bitta savol bermoqchiman. 20 ta A darajali ovchilardan iborat oldingi guruh va bitta ovchi Sonjinvodan iborat bir xil guruh. Agar bir kun zindondan mahluqlar chiqib kelsa, birinchi bo'lib kimni yuborasiz? Janob Namjunvok, siz yaqindagina ovchilar gildiyasi hududida kvartiraga ko'chib o'tdingiz, to'g'rimi? Nega siz to'satdan oldingi yashayotganingizda ancha qimmatroq kvartirani olishga qaror qildingiz? Bunga javob bera olmayman. Yoki buning sababi shunchaki o'zingizni himoya qilishni xohlaganingizdek. Xuddi shu narsa fuqarolarga ham tegishli. Agar ular ko'p pulga ega bo'lsalar, ular quvonganidan darrov xavfsiz joyga ko'chib o'tishni xohlab qolishadi. Hozir butun dunyodagi gildiyalar ovchi Sonjinvo e'tiborini jalb qilish uchun qo'llaridan kelgancha harakat qilmoqda. Sizningcha bu vaziyatda u Koreyada qolishga qaror qiladimi? Sizdan boshqacha so'rayman. Amerikaga uchib ketgan Hwang Dong-su bilan bo'lgan vaziyat takrorlanishini xohlaysizmi? Agar siz bunday imtiyozni adolatsiz deb hisoblayotgan bo'lsangiz, Koreyada S darajali darvoza ochilganda hayotingizni kim saqlab qoladi? Kim kelishini bilasiz degan umiddaman. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the wall.